Xitoy hukumatining ichki o'lkalari Xitoyning elektr energiyasi, ko'mir, tabiiy gaz, neft manbasi bilan ta'minlashining kun sayin shiddat bilan eshishi, Sharq Turkistonning suv, tuproq va havoning bulg'inishi, shuningdek boshqa ekologiyalik buzg'unchiliklarga uchrashni kuchaytirayotganligi mutaxassislar tomonidan ogohlantirilmoqda. Xitoy hukumat taratqullaridan Xitoy axborot to'rida xabar qilishicha, yaqinda tarim neftligi 10 ming metrlik quduq ko'lab, Asiya bo'yicha eng cho'nqur quduq ko'lash rekordini yaratgan. Ular qazilgan bu quduqning cho'nqur qatlamidan 19 million 700 ming tonna neft gaz olgan bo'lib, uni 10 ming metrlik quduq bizning insoniyat uchun qo'shgan tuhfamiz deb maqtangan. Shubhasizki, yaqinqi mezgillarda Uyg'ur diyardagi eng cho'ng daryo va Uyg'urlar tarafidan ona daryo deb qaralgan Tarim daryosining ekologiyalik muhitda og'ir darajada vayron qilinishi diqqat qo'zg'aydigan muhim masalalarning biridir. Türkiye'de yaşaydigan bir Uyg'ur professor 7 yildan buyon ovozini anglab boqmagan onasining olamdan o'tganligini bildi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitetining o'qituvchisi, jamiyatshunos professori Abdurish Jelil Qarluq Xitoy asartidagi Sharq Turkistonda yashayotgan 7 yildan buyon ovozini anglab boqmagan onasi Havoxon Mamatning vafot xabarini anglaganligini bildirdi. Professor Abdurish Jelil Qarluq bu haqda ijtimoiy taratquy hisobida "Qadrlik onam, men iztirob ichida Qarluq jamiyatining turiki onam Havoxon Mamatning olamdan o'tganligidan xabar topdim. 7 yildan buyon qinib paranglashammidik, ko'rishammidik. Makoningiz jannat bo'lsin, jinim ona" dedi. O'rta Osiyo Cumhuriyetlerinde ziyareti bo'layotgan Uyg'ur Abtonom rayonlik hukumatning raisi Erkin Tunyaz 28 mart kuni Toshkentda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ko'rishib, O'zbekiston Uyg'ur diyorining muhim turlaridagi hamkorlikni yanada kuchaytirishni muzokara qilgan. O'zbekiston bilan Uyg'ur diyorining muhim turlaridagi hamkorlikni yanada kuchaytirishni muzokara qilgan. O'zbekiston Prezident Mahkamasining bayonotida suhbatning muhim turlaridagi hamkorlikni asosiy nuqta qilganligi, buning O'zbekiston bilan Uyg'ur diyori orasidagi amaliy aloqani taraqqiy qildirishni o'z ichiga olganligi qayd qilinmoqda. Erkin Tunyazning ziyorati xalqaro Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini javobgarlik tortish cho'qqanlari davomlashayotgan bir vaqtda elib berilgan. Pakistanlik bir amaldor 29 mart Fransiya axborot agentligiga Xitoy o'dgarlarining bu haqda Pokistonda ishchi cho'ng to'sma to'rining qurilishini to'xtatganligini bildirdi. Egilishicha, Gajoba guruhi shirkati va Xitoy elektr shirkati Daso to'smasi va Diamir Basha to'smasi xizmatlarini ayrim-ayrim to'xtatgan. Xabar qilinishicha, to'r o'dgarlari Islomobod hukumatidan taxminan 1250 Xitoy ishchi ishlaydigan qurilish o'rinlarini elib chiqishdan burun yangi bexatarlik planini tayyorlashni talab qilgan. Türk Telegraf şirketi Xitoy bankisi va Xitoy Eksport-Import bankisi bilan 200 million yevro uzun muddatlik qarz kelishimi imzolab, yangi mablag' selish, strategik tashabbus va ish planini mablag' bilan ta'minlagan. Egilishicha, bu qarzning oxirgi qarali 2029-yili 3-oyda bo'lib, yillik o'sim nisbati Yevro banklarining o'sim nisbati ustiga 1.5% qo'shiladi ekan. Sug'urta haqqi va boshqa naqd pul chiqimini o'z ichiga olgan umumiy tanarx yillik Yevropa banklarining o'sim nisbatiga 3.37% qo'shganga teng bo'ladi ekan. Ma'lum bo'lganidek, Xitoy bir balvoq bir yo'l turi doirasidagi davlatlarga qarz berish orqali bu davlatlarni qarz to'ziqiga so'rab kirish bilan ayblanmoqda.